Hammaga salom do'stlar. Biz bugun IQ o'ynaymiz. Qani ketdik. O 5 IQ berdi, 10 IQ berdi. Yo'q, 20 IQ ayırdı. Yana 15 ayırdım. 45 nima? Bo'ldi, yana qaytadan qilamiz. Yana 5 IQ, yana 10 IQ, yana 20 IQ. 15 ekan, pichib turamiz. Chekidan o'tib bo'lmaydi ekan. Qanunda yana ketdik. Yo'q, shart emas. 45 ta kutib turamiz. Sizlar ungacha like va obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bu 2x 3 Robux. Yana ancha ko'p kerak. Menda 2 Robux edi, yana 1 Robux topsam. Bolalar, shu videoni ikkinchi qismini chiqaraymi yo chiqarmaymi? Shuni kommentariyaga aytib ketinglar. Like va obuna bo'lishim esdan chiqmasin. Kommentariyam yozinglar. Yana qanaqa videolar kerak sizlarga? Shunlarni aytsalaring, men qilaman. Realcraft 7.0 ga tashab qo'ysalaring, men qabul qilib olaman. Keyin kommentariyada tashab qo'yinglar. Menga ko'p odam tashagan ekan, qaysi bir YouTubedan kelganini bilmayman. O'shaning uchun yozib ketinglar. Sekundiga 2 sekundiga IQ keladigan bo'ldi. Endi zo'r bo'lib ketamiz. Qayt. Bo'ldi. 5 IQ qo'yishdi, 10 IQ, yana 20 IQ minusga, yana 15 minus. Endi 45 yana. Endi pichib turamiz. Kutib turamiz va bo'ldi. Ana endi o'tdik. Bunga 15 IQ kerak ekan, u yangi zona ochildi. Qani bo'ldi, oldik. Boramiz endi ikkinchi leveldagiga ham 35 yana minus, 65, buncha ko'p minus ketyapti. 50. Endi yana minus 25. Buni zo'r ekan, nargidan 5 ta o'rniga bitta borib kelsa. Bug bo'lib qoldimi? Bug bo'lgani uchun 3 ta qilib 15 ta berib. O'yin aniq bug bo'lib qolgan. Qanunda уже ochilib ketdi. 15 minusdagi bir martaniki bug bo'lib qoldi. Endi sekundiga 5 dan keladi. Va 3 ta do'stingizni chaqirsangiz, 3 ta do'stingizni chaqirgan siz 25 minus beradi dedi. Pastagini uncha tushunmadim. Qanunda yana ketdik. Yana 35 minus, 65 minus, 50 plus, yana minus. Qani bunda yana bo'larmikan? Yo'q, bu safar esa bo'lmadi. Qanunda bunaqa ham o'tib ko'raylikchi. Bu yerda nima ekan? 10dan 50dan yo'q, yana bo'lib qoldi. Qani yana qaytadan qilib ko'ramiz. Yana va tekanim yo'q hali. Nima bo'ldi? O'yin yana bug bo'lib qolyaptimi? Hali kichkina joy qoldi. Qani endi yana birinchi leveldan boshlayveramiz. U yoq sal qiyin ekan. 35 minus, 65 minus. Yana plus, yana minus. Endi yana 5 minus keldi. Agar yana pichib Robux'im kelsa, o'yinchilarni ham tarqataman. Live bo'lsinmi yo bo'lmasinmi? Jonli efir. Shuni ham aytib qo'yinglar. Qachonga? Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar. U yerda ham Minecraft modlarini yuklab turaman. Hamma tortaveradi. Agar keyingi videolarda Minecraft plansherlarini ham tortgilaring kelsa, modlar qo'yish kerak bo'lsa, o'zim keyingi videoga nima bu chiqishini yozib ketinglar. Plansher tortishni o'rgataman men sizlarga. Agar
kommentariyaga yozsalaring, shularni bilishim kerak. Bu like va obuna bo'lishingizni, bu bolaniki orqadagi tayoqchasi. Bu mana kartalarda nima yozilgan ekan buni. Bu nima qilib turibdi? Qochmay, yeb qo'ymayman. Endi 400 kerak. 400. Sakrolmayman. Bu 9 robusga 250. Undan ko'ra 3 robusga olib 2x petasi sal kutsa ham zo'r bo'ladi. Bu faqat 250 bittaga beradi. Qanunda kutamiz. Va bo'ldi. Bizda ham 400 yig'ildi. To'ladik, 15 Venus oldik. Bundan ko'ra nargisi yaxshi ekan. IQlar narsasini sal kamroqdan oladi ekan. Qani yana ketdik. Minecraft videolarini ham olaymi, yo'qmi? Yo faqat Roblox bo'lsinmi? Ular opcham bilan video olish xohlasizlarmi? Yo o'shani kommentariyaga yozib ketinglar. Biz keyingi videoni Robloxda qiziqarli challengelar bilan o'tkazsak bo'ladi. Yaqinda chiqqan Free Ugokni Towerni ham o'ynab ko'ramiz. Like va obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Bo'pti, yana ketdik. Ukam bilan ham videolarni olaymi yoki olmaymi? Shularni ham yozib ketinglar. Keyin agar menga durji tashlasalaring, kommentariyaga обязательно yozib ketinglar. Keyin Rivalsda birga o'ynaymiz. YouTube'ga videolar. Bo'ptunda yana tuxum petalarni ochib ko'rsak bo'lmadi. Bunisida ham chiqmadi. Va nargisiga borib ko'ramiz. Va bu bor ekan. Bo'pti, hammaga xayr do'stlar. Biz bugungi videoni tugatdik. Hammaga xayr.